Salomatlik ulkan boylik bo'lsa, o'sha boylikni azlarim men sizlarga ilinib kelyapman. Albatta, endi buni sababini qilasizlar, o'sha boylikni o'zingizda his qilasiz tanajoningizda. Mana shu onajonim 3 oy oldin meni oldimga kelganlarida og'riqlar bilan kelgan edi. Ancha shikoyatlari ulkan desa ham bo'ladi. Va hoji otamda ham xuddi shunaqa holatlar bor-da, to'g'rimi onajon? Qarang onajonim, menga kelishingizdan oldin ancha lecheniyalar qilgansiz. To'g'risini, ashlarda bitta gapirib bering va meni oldimga kelib mana shu lecheniyalarni qilib qanaqa o'zgarishlar bo'ldi. Shuni sizni ko'rishib qancha insonda ixlos oshadi va kerak bo'lsa o'shalar shifo topsa sizga ajr savob ham yoziladi inshaalloh. 3 oy oldin kelganman. Simalom momiyo olib ketdim. Haligi artishok siropidan olib ketdim. Simalom momiyoni 3 oy ichdim. Tizzamni orqasida kista bor edi, anaqa varikoz bor edi, ular yo'qoldi. Maşallah. Oyog'im og'riqlari qoldi. Xo'jayinim oyog'i uchida bosar edi, hozir yaxshi bosib, endi anovi qora bo'ridan olib ketdik. Saharlariga uni ham ichyapti. Allohga shukr, o'zim ham rosa yaxshiman. Alloh tanjoninglarni sog' qilsin. Rahmat. Holda ham to'kib yuryapti dedingiz, o'sha nima? Qizil xollar bor edi. Shu simalam momiyo qizil xollar to'kib, ozgina ozdirar ekan odamni. Ozdirdi, yaxshi qilardi. Maşallah. Yurishlarimiz yaxshi, Allohga shukr. Ishlarni qilib yuribmiz, quvvat beryapti Alloh. Ko'ryapsiz, Xudo o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin-da onajonim. To'g'risi, hali bir joyda qolsangiz ham baribir men boshqasi bo'lsin, malol keladi-da ba'zi bir paytlarda. Endi shunaqa holatlarda mana sababini qildik. Allohning izni bilan shu holatlar mana bizdan yo'q bo'lib ketdi. Onajon, men juda ham xursand bo'ldim. Shunchalik shifo topsiz mana 3 oylik. Haqiqatan ekanmi onajon, shundan gapiring. Mana haqiqatligi uchun mana yana kelib olyapmiz. Hozir bolalarimizga ham olyapmiz. Rahmat Alloh. Nevarami bundan qaridi, endi anaqa bo'lsa ham aytib qo'yayim, ona ko'knor yog'ini olib ketdim. Qoldirdi. Maşallah, yaxshi bo'lib qoldilar. Allohga shukr, yaxshi bo'lib qoldi. Endi tabiiylikka nima yetsang, insonlar baribir tabiiy narsa tabiiy ekan. Mana hozir ko'ryapsiz, o'zlaring guvoh bo'lib turibsizlar. Har tomonlama men shifoda ulashkim kelyapti, lekin meni masalan davleniya tushiruvchim bor, men unda ham bor degandan keyin to'g'risi men maydalikda nima yozishga ikkilanib qolyapman-da. Shuning uchun avvalo insonda ixlos bo'lish kerak-da. Ixlos bu yarim shifo degan. Xo'p, o'sha qo'shnisi mana komil shifo topibdi ekan, shundan eshitib kelyapti ekan. Eshitib kelgandan keyin bir ixlos bilan kelish kerak edi. Endi o'shaning uchun men bu yerga oldimga kelib oltirib, men uni olsam qanaqa bo'ladi, meni yordam berarmikin degan xavfni meni umuman qilmaslik kerak edi. Ikkilanish bo'ldimi o'sha insonga to'g'risi men bergim ham kelmaydi. Muhabbat choyini ichib, davleniya dori ichmay qo'ydim. Umuman, ha? Yo'q, maşallah. Davleniya joyiga o'tirdim. Davleniya ham yaxshi. Allohga shukr onajonim. Mana shunaqangi hojonam kabi ixlosli qilinglar. Ixloslaring bo'lsa shunaqangi komil shifo topib o'tiraverasizlar. Azizlarim, meni ishim nima? Meni ishim sababini qilib sizlarga shu salomatlikni ilinish. Tushunyapsizlarmi? Men ham endi shu Alloh tomonidan mana berilgan ilm bor ekan, shularni men sizlarga mana chiroyli qilib tuqib aytyapman. Men o'zimni ustimda ishlayman onajon. Masalan, bu yalqovlik qilishda o'tirmayman-da, to'g'risida. Mana shu grijalar tartibini yo'q qilaman deb mana va'dani berdimmi, Xudo xolasa, mana shu va'dani ustidan chiqishga harakat qilyapman. Shuning uchun men mehnatimni mevasini ko'rsam erib ketaman onajonim. Mana shu narsa mendan endi 4-oyga mendan sizga podarka bu. Mana u narsa ham o'sha ko'zimizning zreniyalariga ham zo'r quvvat bo'ladi bu sizga. Mana kollagenimiz yana ham sizni yoshartiradi. Xudo xolasa bu harnov sirop, mashlar hammasi sizga bo'lyapti onajonim. Shular mendan sizga sovg'a bo'ladi. Inshaalloh shularni iste'molni qilib shifo toping. Farzandlaringiz baxtiga sog' yuring ilohim. Meni ham bitta haqqimga bir chiroyli duo qiling onajonim. Alloh ehsonlaringizni ham dargohida qabul qilsin. Rosa ko'p qilyapsiz, ehsonlarni ko'ryapmiz. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin, omadlaringizni bersin. Farzandlaringizni rohatini ko'ring. Shu yerga kelib hamma shifo izlab kelyapti, hamma. Shularning hammasiga Alloh o'zi komil shifosidan berib qo'ysin. Eldi xizmatida charchamang, doim duolar olib, ajr savoblarga ega bo'lib yuring. Uka tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Ko'rib turganlaringda mana Xudo xolasa duo kerak bizga, mana shu eng muhimi shu. Endi bilasizlar 5 kunlik dunyo hammamizdan nima qoladi? Yaxshilik qoladi faqat. Tushunyapsizlarmi? Mol dunyo mana kimlar o'tmadi kerak bo'lsa mana ko'rganmiz, boshqa qilganmiz. Shuning uchun biz hali nafs biz uchun 2-darajada. Men uchun 1-o'rinda juda ko'pchilik aytaman, hojona, men uchun natija muhim. Ana undan keyin pulni o'ylasam bo'ladi. Endi Alloh o'ylamagan tomondan u tomondan berib ham qo'yaveradi. To'g'risida shu narsani biz tushunib yetishimiz kerak. Shuning uchun men har qanday insonga, masalan, xoh boy bo'lsin,
bo'lsin, xoh kambag'al bo'lsin, bir xil muomalada bo'lishga harakat qilaman. Chunki ota-onam shunga o'rgatgan mana. Shunaqa shularni mana duosini olib, shunchalik bo'lib, mana Xudo xolasa elda xalqi xizmatdamiz. O'sha gap azlarim, biz endi chiqayotgan yulduzimiz. Xudo xolasa hali quyosh bo'lib portlaganimizni ko'rib borasizlar. Biz hali ulkan cho'qqilarni zab etamiz. Albatta bu sizlarni masalan mana shu qo'llovlaring bilan. Ilohi omin. Parvardigor Allohim, o'zingga behisob hamd sanolar bo'lsin. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga durud, salovat va salomlarimiz bo'lsin. Parvardigor olam shu yerga kelgan mana barcha bandalaring Allohim mana komil shifolar topyapti. Robbim Allohim yuzlarimni yoriq qilyapsan. Bundan-da kelgan barcha bandalaringga mana ne'matlaringni sababini qilib berar ekanmiz. Allohim shularni barchasiga shu oxirgi sababi bo'lsin. Shu dardlariga o'zing komil shifo bergin. Dardni o'zing berasan Allohim, shifoni ham o'zing berasan Allohim. Menga inom etgan ilmingni Allohim shu yaxshiliklarga sarflayapman. Shularni oldida ham menga shularga shifo berib, meni yuzimni yoriq qilgin Allohim. Parvardigori olam, ya'niki shu oylarga shu yerga kelgan barcha bemorlarimizga o'zing komil shifo bergin. Yoriq yuz bilan ko'rishimiz o'zing ro'zay nasib aylargin. Rahmat onajonim, xush kelibsizlar sizlar ham. Sog' bo'ling, boringizga shukr. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'lavering onajon. Xo'p, onajonim, endi sizga nimalarni qolganlarini yana o'sha lechiniyamizni davom ettirib turamiz. Endi bundan buyog'iga kurashimiz, sal veslarimizni kamaytiramiz, Xudo xolasa. Bo'ptimi? O'zim sizni bir ixchamgina holatlarga keltiraman. Xudo xolasa sababini qilib. Bo'ldi onajonim. Hatto kani jojoba yog'lari ham kelgan, ashlarni ham bir yuzga sursangiz shunaqa yaltirab tashar ekan. O'shandan ham boringizga shukr onam, boringizga shukr. Bo'ldi, o'shalarni qilib beraman. Xudo xolasa. Choy tayyorladinglarmi? Bo'ldi, choyda beringlar Xudo xolasa. O'shani. Haligi qog'ozimiz qaniydi? O'shani ham